kasbiy ta'lim.uz loyihasida Proctoring orqali telefon qurilmasi yordamida test ishlashni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, birinchi navbatda bizga o'quv markazi tomonidan imtihonga o'quvchiga ruxsat berilgandan keyin SMS keladi. SMS kelgandan keyin quyidagicha nomda SMS 24 degan nomda keladi. Kasbiy ta'lim imtihoniga kirish kodingiz, kirish uchun havola degan havola jo'natiladi. Mana bu kodni keltirilgan havolaga kiritishimiz kerak bo'ladi. Linkni ustiga bosamiz, havolani ustiga bosganimizda quyidagicha oyna ochiladi. Bu oynaga SMS kelgan bir martalik kod kiritiladi. Kiritganimizdan keyin kamera uchun ruxsat berishimizni so'raladi. Buning sababi biz tekshiramiz imtihonga, ya'ni o'quvchining o'zi kiryaptimi yo'qmi. Pasportdagi rasm bilan hozirgi kamerada tushayotgan odamni rasmi tekshiriladi. Agar boshqa odam bo'ladigan bo'lsa imtihonga kira olmaydi. Suratga olish tugmasini bosamiz va bu oynada biz pasportdagi rasm bilan tekshirib kelamiz imtihonga kirayotgan odam. Keyingisini bosamiz, tekshiruvdan o'tdik. Tekshiruvdan o'tganimizdan keyin Proctoring, ya'ni telefoningiz uchun ham ruxsat berishingizni so'raydi. Sababi bu yerda imtihonga kirishdan oldin so'rashining sababi imtihon jarayonida shovqin bo'lmasligi kerak. Agar shovqin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kimdir bu Proctoring yordamida siz test ishlayotgan paytingiz shovqin bo'ladigan bo'lsa, sizga kimdir yordam beryapti degan ma'noda sizni testdan chetlashtirish imkoniyati mavjud. Ya'ni uni ham hozir ko'rib ketamiz. Ruxsat berganimizdan keyin o'sha gapirishni boshladim. Fonda shovqin ovozi eshitiladigan bizga alert belgilaydi. Buning sababi tekshiradi shovqinni. Jim turib imtihonni ishlashimiz kerak. Keyin hop, undan tashqari biz har bir qoidani buzganimiz uchun mana bu yerda 100 ballik sistemani hisoblaydi. Har bir qoidani buzganimizda ball ajralib ketaveradi. Qaysidir ballga yetib olgandan keyin biz testdan avtomatik tarzda chetlashtirilamiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, jim xonada, tinch xonada test ishlashingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari biz qoidabuzarliklar mana bu yerda ko'rsatib boriladi. Bu marta aniqladi shovqin borligini, ya'ni imtihonga kirganimdan beri gapirib yotibman. Jim bo'lsak, mana shu qoidabuzarliklar amalga oshirilmaydi. Yana bitta qoidabuzarliklardan biri biz ekranda, ya'ni o'zimiz pastda e'tibor bersangiz, pastki burchakda kamerani ochib turibdi, ya'ni bu tilimiz tekshiradi. Agar kamerada boshqa odam tasvirlanadigan bo'lsa, ya'ni testdan yana ball ayiradi, ya'ni testga to'g'ri odam kirmayapti degan ma'noda. Shunaqa qoidabuzarliklar amalga oshirilmasligi kerak. Aks holda biz testdan chiqib ketishimiz mumkin. Ya'ni test oxiriga yetkazmasdan turib, ya'ni testdan chetlashtirib yuborishimiz mumkin. Buni tekshirishimiz. Biz testlarni ishlab bo'ldik. Keyingisini bosamiz. Eng oxirgi testga kelganimizdan keyin yakunlash tugmasi ochiladi. Yakunlash tugmasini bosamiz. Biz testlar natijalariga yig'ildik. Ya'ni test savollari 25 ta, to'g'ri javoblar 2 ta, noto'g'ri javoblar 23 ta. Test uchun ajratgan vaqtimiz 3 minut 40 soniya. Natija o'ta olmadik. Proctoring natijalariga keladigan bo'lsak, mana imtihon boshlangan vaqtidan boshlab hisoblaydi. Proctoringdan o'tdik, ya'ni Proctoring bizdan yiqitmadi. Lekin qoidabuzarliklarni pastdan ko'rib tursak bo'ladi. Suhbat aniqlanganligi 20 ta. Eng asosiy, eng ko'p qoidabuzarliklar mana shu yerda. Qoidabuzarliklarning eng ko'pi, ya'ni suhbat aniqlandi. Ya'ni men gapirib turdim. Shuning uchun bunaqa qoidabuzarlik aniqlandi. Bu yerda boshqa qoidabuzarliklar ham bor, ya'ni fokus o'zgartirildi. Agar oynada siz telefonga emas, boshqa yoqqa qarasangiz ham qoidabuzarlik hisoblanadi. Begona dastur ishlayapti, ya'ni telefoningiz orqasida, misol uchun boshqa Telegram, shunga o'xshash boshqa SMS yoki kim bilandir gaplashib tursangiz ham qoidabuzarlik hisoblanadi va sizdan ball ajratiladi. Agar mana shu ballar 60 balldan pastga tushib ketadigan bo'lsa, siz imtihondan avtomatik tarzda chetlashtirasiz, ya'ni imtihon tugatiladi. Siz testlarning hammasini ishlab olasizmi, yo'qmi? Shuning uchun ehtiyot bo'lib imtihondan o'tishingiz kerak bo'ladi. Boshqa qoidabuzarliklar hammasi shu yerda keltirilgan.
va prorektoringdagi test ishlash jarayonlari shunaqa jarayonlardan iborat.